Yo, hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan birgalikda YouTube'da qanday qilib kanal yoki o'z sahifamizni ochishni o'rganib olamiz. Videoni ko'p ham cho'zmasdan sizlarga boshidan ko'rsatishni boshlayman. Birinchi navbatda bizga Google akkaunt kerak bo'ladi. Agar Google platformasida o'zingizning shaxsiy hisobingizga ega bo'lmasangiz, bemalol для личного использования ni bosasiz. Undan so'ng o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni bir-maketan kirita boshlaysiz. Menga o'xshab Google platformasida akkaunti borlar uchun shunchaki akkauntingizning nomini va parolini to'g'ri kiritib kirsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni yangi akkaunt ochib o'tirish shuncha shart emas. Xo'sh, bizga hozirda bularni to'ldirib so'zlab o'tirish uncha ham shart emas, shunchaki просто пропускать, ya'ni o'tkazamiz. Mana marhamat, akkauntni ochib oldik va ko'rishingiz mumkin, hali hech narsa yo'q bu sahifada. Tepadagi akkaunt tugmasiga bosadigan bo'lsak, bizga mana bu dialog menyuni chiqartirib beradi. Bu yerda demak sizning akkaunti bor, uni bosadigan bo'lsak, bizga ochayotgan kanalimizni nomlash, rasm qo'yish uchun mana bunaqa oyna ochiladi. Bu yerga kanalimizning nomini yozamiz. Ot mana Hikmatov deb yozaman. Undan so'ng username bor. Agar Telegramda ko'rgan bo'lsangiz, sizni globalda topishlari uchun o'zingizga username qo'yasiz. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Kanalimizga buni qo'yamiz, rasmini keyingi videolarimizda yasab joylaymiz. Va nihoyat YouTube bizga kanalimizni ochib berdi. Yap-yangi qaynoq YouTube sahifamiz ishlashga tayyor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin kanalimizning nomi, usernamelari. Podrobniy kanaliga bosadigan bo'lsak, hali bo'sh. Bu qismida ochilgan sanani ko'rsatyapti. Shuni ham inobatga olish kerakki, qo'lingizdagi oddiy smartfon bilan ham o'zingizga YouTube kanal ochib olsangiz bo'ladi. Bu esa biz hozirgina sizlar bilan ochganimiz, ya'ni kanalimizga o'zimizning mobil telefonimiz orqali ham videolar qo'yaveramiz, joylayveramiz degani. Ichiga kirib ko'rib chiqsak bo'laveradi, hali hech narsasi yo'q. YouTube Studio degan ilova ham bor telefonlarga. U ilova orqali kanalingizni to'lig'icha boshqarish imkoniga ega bo'lasiz. Mazkur ilovani bemalol App Store, Google Play marketlardan topsangiz bo'ladi. Ammo hozir sizlarga professional youtuberlar qayerdan video yoki post joylab kanalini boshqaradigan joyni, saytni ko'rsataman. Agar siz ham shunaqa pro bo'lmoqchi bo'lsangiz, YouTube sahifangizni shu yerdan boshqarishni maslahat beraman, chunki bu yerda juda ham sozlamalar ko'p. YouTube kanalingizni video qo'yish, uni tahrirlash, reklama, monetizatsiya hammasi shu yerda, shu saytda joylashgan. Agarda sizning kompyuteringiz yoki noutbukingiz bo'lmasa, bemalol shu aytgan ilovam YouTube Studioni Play Market App Store'dan yuklab olasiz, akkauntingizni kiritasiz, o'sha yerdan boshqarib, kommentariyalarni, analitikasini, videolaringizni qo'yib, joylab, tahrirlab yursangiz bo'ladi. Bu esa hammaga yoqadigan sahifa, monetizatsiya bo'limi. Ko'rishingiz mumkin, hozirda bu yerda ограничение qo'ygan. Nimagaki O'zbekistonda monetizatsiya ishlamaydi. Buni ham bir nima qilib to'g'rilasak, ishlatib yorsak bo'ladi. Demak, bizda bugunchalik shu. Keyingi videolarimizda sizlar bilan bir-maketin mana shu YouTube kanalimizni sozlab, chiroyli video kontent joylashga arzigulik holatga olib kelamiz. Kanalimiz rivoji uchun videomizga like va YouTube sahifamizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Sog' bo'ling, omon bo'ling.